Bugungi manzilimiz Olmazor tumanidagi Moyariq mahallasi bo'ladi. 5 yulduzli mahalla bo'ladi. Narxlarini-chi yumshoq narxda gaplashib qo'ydim. Akalar, bitta ko'rib chiqamiz. Mana ko'rasizmi, fasadligini burchaga joylashgan. 4 sotuv. Bunaqasiga ham 20, bunaqasiga ham 20. 20 ga 20. Bu mahallani ko'ring, aka. Mana qo'ni-qo'shnilarni mahallasini ko'ring. Elitni 5 yulduzli mahalla. Kanalizatsiya, gaz, svet, suvdan xudo xolisa umuman muammo bo'lmaydi. Undan tashqari fasad, uyni oldini ko'rsangiz ham bo'ladi. Katta keng. Mahallani ko'ryapsizlar, elitniy mahalla. Xo'p, bu yoqdan to'g'ri yuradigan bo'lsangiz Qoraqamishga ketasiz. Bu yoqda ko'chaga kiradigan bo'lsangiz tupik mahalla bu yoq taraf. Bu yoq tarafdan bo'lsa Oxunboyevga chiqib ketasiz, ya'ni Oxunboyevning masjid bor, o'sha yoqqa qarab ketasiz bu yoq tarafdan. Xo'p, qo'ni-qo'shnilarni ko'rdingiz, mahallani ko'rdingiz, endi ichkariga kirib ichkarini bitta sizlarga obzor qilib beraman. Xo'p, eshikning uyimizni oldida mana bitta ko'rasiz, kattagina огород ham bor. Bu joy ham sizlarga qarashli bo'ladi, xudo xolisa. Xo'p, bismillah, uyga kirib kelar ekanmiz. 2 etajli, baland, chiroyli imorat bizga qarab turgan bo'ladi. Qo'limizda qarang, katta, kengligini. Bemalol bu yoq tarafda mana daraza bor. Bemalol shu 4 ta mashinani qo'ysangiz bo'ladi. Bu yoqqa stullar ham qo'yib qo'yishibdi. Xo'p, bu yoq tarafimiz kattagina zeleniy zona bo'ladi. Xo'p, eshikdan kirganda chap tarafimizdan mehmonlar kutish uchun katta, shiftlari baland, keng mehmonxonamiz, yorug' xona. Xo'p, bu yoq tarafda umumiy sanuzel joylashtirilgan bo'ladi. Bu yoqda kattagina mehmonxona, bu ikkinchi mehmonxonamiz bo'lyapti. Bu yoqdan asosiy uylarga kiriladi, uning yonida bo'lsa oshxona, ovqatlanadigan joyimiz va yana bitta yotoqxonamiz bor. Bu joyimizning tagida kattagina podvolimiz joylashgan. Bu yoq tarafda qaranglar, kuxnya, yozgi oshxona bu yoq tarafda. Ichkarida ham bitta oshxona bor, bu yoqda ham mana yozgi oshxona. Endi bu yoqdan asosiy uyga kiradigan bo'lsak, asosiy uyga kirganimizda xonalarimiz ketma-ket joylashgan bo'ladi. Bolalar xonasi, yotoqxona, ichkarida sanuzellari ham bor. Umumiy 8 ta xona bo'lyapti va 4 ta sanuzelga ega bo'lyapti. Narxini aytib o'tganimda $290,000 deyaptilar. Sunnatiga yana kelishadigan joyi bor. Bu aynan siz qidirayotgan variant bo'lishi mumkin, aka. Bitta qiziqib kelib ko'ring, aka. Yo'qsa xudo xolisa oladigan joyi. Narxi ham bunaqa arzon topolmasangiz kerak. Qiziqqanlar uchun har doimgidek pastda egar raqam bo'ladi, telefon qilasizlar. Shunaqa yaxshi variantlarni o'tkazib olmaslik uchun mana kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Lokatsiyasi Telegram kanalimda bo'ladi.